Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Cleo va bugun biz o'sha mashhur artefaktning kirkalarini sinab ko'ramiz birma-bir. Bu kirkalar yordamida biz eng zo'r narsalarni qila olamiz. Qurish yoki shunga o'xshash narsalar qurishimiz mumkin. Biz bo'lmasa videoni boshladik. Vaqtda Nezarayt kiyimlar bu o'lib ketmasligimiz uchun avval ularni kiyib olamiz. Xavfsizlik uchun kiyib olamiz. Buni ham kiyib olamiz. Birinchi kirka bu uzun kirka. Buni nima karomat bor hali bilmaymiz. Yaxshi qadr ekan. Buni yer tagiga tushish osonroq bo'lsa kerak bunda. Mana toshga keldi. Toshga qadr barkan. Nima deysizlar? Bu kirkaning karomatini ko'rdik. Endi esa biz o'tamiz keyingi saniq sindirib tashlabman. Bu oltin kirka. Qo'sh buni karomat qilar ekan. Menimcha hech narsa bo'lmadi. Karomat ham bo'lmadi-yu. Hozir ko'ramiz. Effekt berdi. Kechqurun ko'rish, tezlik qay daraja hali o'zim ham bilmayman. Bo'lmasa shu yerdan qazib ko'ramiz. Tushundim, bu ro'za qanday buloq qazishdan qat'iy nazar bizga oltin bera olar ekan. Yaxshi. Kirka. Bu dahshatli kirka bu. Bu kirka bizga qancha effekt berdi? Hasta, tezlik, sakrash, yonmaslik, kechqurun ko'rish, tepadan yengil tushish va kuch. Effektlar yo'qolyapti. Nezarayt kiyimlarmi? Bu hali Nezarayt kiyimlar ham bera oladimi? Keyingi kirkamiz bu Ayter kirka. Qani buni karomatini ko'ryapman. Bunga men 10dan 8 baho berardim. Uy qurish, shunga o'xshash narsalar uchun ajoyib kirka. Bu modni mening Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Telegram kanali esa video kommentning ostida. Keyingi kirkamiz. Bu ikkitali kirka. Qani buni nima karomati bor ekan? Bu qanday boshqacha qadr ekan. Tushunarli, bu shunga o'xshash bezakli qazishlar uchun kerak bo'lar ekan.
Do'stlar, yangicha kirkalarni sinab ko'ramiz. Effekt kirka, lucky kirka, aylana kirka, creeper kirka. Biz bundan boshlaymiz. Bu qazganda level beradi. Ha, yaxshi. Lucky block kirka. Ajoyib. Bu turli xil narsalar paydo qila oladi ekan. Lapis, almas, redstone, netherite ham beralar ekan. Va bizning keyingi o'ljamiz dumaloq kirka. Biz bu dumaloq kirka yordamida qanday nimalar qilishimizni bilmadim va pastga qazib ko'ramiz. Olg'a. Chankimi qoldi. Ha, normal kirka. Bunga 10 dan 6 baho qo'ysak bo'ladi. Creeper kirka. Qani? Ha, bu ajoyib edi. Qiziqarli ham. Yana bitta. Ajoyib va bunisi kod kirkani sinab ko'rdik. Va biz boshqa kirkalarni ham sinab ko'rishimiz kerak. Bundan keyin bu kirkani ham sinab ko'ramiz. Va albatta buni diamond, almas kirka va emerald kirkadan boshlaymiz. Emerald kirka nima qiladi? Blok qazaganimizda emerald qo'shib beradi. Ajoyib. Bunga undan 5 baho qo'yamiz. Lucky block kirka. Buni hozir sinab ko'rdik. Void kirka, ovoz kirkasi. Bu mening tushunaqonga shunga o'xshash rudalar qoldirib ketadi qazmasdan. X-ray mo'jizadan yaxshiroq deb o'ylayman. Chunki ular toshqasi. Va bizda ultimate kirka. Qani karamatini ko'rayotgan. Karamat o'xshamaydi. Ana ketdi. Ana kod kirka juda tez ekanmiz. Teletami? Mayli do'stlar. Bu effektlar qayerdan qo'shilayotganini kimdir biladi? Yaxshi, keyingisi Warden kirka. Qani? Nima bu? Blok qaziladi. Yo'q, qazir ekan. Kelib qoldi. Keyingi kirkamiz bu ana bedrock kirka. Bu nima ish qiladigan endi? Bu ham moddiy kirkaga o'xshayapti. Menimcha moddiy kirka. Bu diamond kirka. Proto. Diamond. Almas. Bizga almas keltirishini hali hech kim yangi kirkalarni yana sinashga o'tamiz. Buni sinadik. Buni sinab ko'ramiz. Va
nima bo'ldi? Ha. Tushundim. Va biz bu kirkalarni ishlatishimiz uchun ajoyib kitoblar ham berilgan. Bu kitobda qanday yasalishlar kirkalarni, o'sha kirkalarni qanday yasalishlari. Bu kitobda esa ulardan foydalanish yoki nima qilishlari kitobning yozilgan. Buni bemalol agar ingliz tilini tushunmasangiz tarjima qila olasiz. Ha do'stlar, bugun shu kirkalar haqida suhbat qildik. Bu ajoyib kirkalar juda ajoyib ekan. Men Klayo, bugun sizlar bilan bo'ldim. Mening YouTube kanalimga obuna bo'lib, like bosishni ham unutib qo'ymang.